Mana aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan puli yengil Damas birlardan ko'rsatamiz. $2000 puli bor insonga naqd pulga berib yuboramiz deyapti. Qarz bekib kredit qilib yurmaysiz. $2000 deb boshdan beri bu naqd pulga sotib olasiz $2000. Yana $100-200 o'tib ham beraman deyapti. Bu degani $1800 ga mashina olaman deydi. Olasiz bitta Jigulini puliga Damasga. Tayyor metan 4 ta baloni bor, zadnimosi bor, korobkasi bor. Boshuncha olish kerak, minish kerak. Motor polni qilingan deyapti. Chixol polik bor. Kalonka mikrofonlari ham bor. Mana salon holatlari. Endi zadnimos korobkalari zo'r deyapti akamiz. Nima qilingan? Motor antifriz qilingan. Boshuncha 98-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentda metan, o'zi ham metan. Padoy hamma narsa cho'tki bo'lgan. 4 ta kalpakchasi ham bor. Ichida bonusga deyapti akamiz. Telefon raqam aytib qoldirasizmi aka buni? 97lik 928 16 61. Xo'sh. Taqalgan joyi 1,5 ming puli bor insonlarga berib yuborasiz. 1700 naqd sanagan insonlarga berib yuboramiz deyapti. Mana kim aloqaga chiqsang, o'sha insonga birinchi o'q qo'yadi. Ertaroq harakat qilingizlar akalar. $1700 naqd puli bor insonga beraman deyapti. Kraskalari qayerda bor? Ha, 1-2 30-40% kraskasi bor, lekin og'namagan toza mashina. Chapovo, papovo bunaqa narsa bo'lmagan. Gapi. Kraskalar 30-40% bor. Ko'rib, tekshirib olaverasiz. Haydovchi usta, motor usta, luboyni olib kelib ko'rib olaverasiz. Puliga yarasha yaxshi mashina lekin. Jigulini puliga Damasda. To mehnat qilish uchun tayyor. Naqd olib kelganga 1700 ga berib yuboraman deyapti. Gap yo'q aka. Mana Samarqand moshinni portlat, Samarqand mashina bozorini portlatgan Damas mana.